21 yoshimda mana shu 3 ta qarorim meni 10 ming dollar daromadga olib chiqqan desam adashmagan bo'laman. Va bugungi sizlarga aytib beradigan narsani sizlar ham bemalol o'zingizlar hayotingizda qo'llashingiz mumkin. Men 21 yoshgacha juda ham oddiy bola edim. Ya'ni qaysi ma'noda pulim bo'lmagan, tajribam bo'lmagan, hech qanaqa sohada bilimim bo'lmagan. 21 yoshgacha men shunchaki ishlaganman har xil ishda. Shunchaki pul topish uchun ishlardim. Masalan, mo'ykada ishlaganman, ofitsiantlikda ishlaganman, ko'chada odamlarga uylariga kirib flyer tarqatib yurardim. Ya'ni shunchaki kun kechirish uchun, ana ba'zi talablarimni qondirish uchun ishlab yurardim. Va mana undan keyin 3 ta qaror qildim. Mana shu 3 ta qaror meni hayotimni o'zgartirib yubordi. Ya'ni meni yangi etapga olib chiqdi. Oyiga 10 ming dollar daromadga olib chiqdi. Bugun sizlarga aytib beradigan narsam sizlarning ham hayotingizda bitta yangi boshlanishga sabab bo'lishi mumkin. Unaqa videoni uzaytirmaslik uchun sizlarga birinchisidan boshlab aytib beraman. Meni eng birinchi katta qarorim, ya'ni qilgan eng katta qarorim bu soha tanlash bo'lgan. Ya'ni daromad keltiradigan sohani tanlash. Ko'pchilik mana shu 18, 19, 17 yosh atrofidagi bolalar o'zini sohasini tanlay olmaydi. Ular misol uchun qanaqa nimaiki pul topsa bo'lsa, o'sha narsani qiling. Ya'ni faqatgina pulni orqasidan quvib yuradi. Lekin aslida men o'sha paytda menga ham pul juda ham kerak bo'lgan, lekin pulni orqasidan quvib, men misol ofitsiantlik qilib ko'rdim, mo'ykada ishlab ko'rdim, boshqada qilib ko'rdim, lekin to'g'ri pul topasiz, kunlik talablaringizni qondirish uchun. Lekin mana kelajakdagi misol uchun niyatlaringizga, kelajakda mashinalar sotib olish uchun, yaxshi uy-joy qilish uchun bu narsalarni o'zi yetmaydi. To'g'rimi? Chunki daromadli kasblar bor va daromadi cheklangan bo'lgan kasblar bor. Men 21 yoshgacha daromadli cheklangan kasblarda ishlaganman. Va meni birinchi qarorim bu daromad keltiradigan va kelajagi bor bo'lgan bitta kasbni ushlash bo'lgan. O'sha paytda men SMM sohasida to'xtalganman. 2018-yilda shu SMM sohasini o'rganishni boshlaganman. Juda ko'p insonlar menga qarshilik qilishgan. Chunki u paytlar SMM degan tushunchani o'zi bo'lmagan. Hech kim bilmagan. SMM desa nima bu? Instagramda o'tirib ham pul topish mumkin ekanmi deb hamma hayron qolardi. Hatto kerak bo'lsa uyimdagilar, qarindoshlarim, yaqin do'stlarim ham menga qarshilik qilishgan. Undan ko'ra davlat ishida ishlasang bo'lmaydimi? Oylikka normal, stabilniy pul topasan deb shunaqa gaplar ham bo'lgan. Lekin hech nimaga qaramasdan, odamlar ishonmasa ham men mana shu sohani o'rgandim, chunki o'zimda qiziqish bor edi bu sohada. Va boshida men tan olaman, hech qanaqa 10 ming, 20 ming dollar bunaqa pullar topmaganman. Ya'ni kichkina summalardan boshlangan. Lekin oradan mana 1-2 yil o'tib o'sha narsalar ya'ni oshgan. O'sha masalaga hozirga yetayotgan 10 ming, 20 ming dollar daromadga chiqqanman. Mana eng birinchi qarorim demak shu SMM sohasini tanlaganim. Ya'ni o'zimga yoqqan, kelajagi bor bo'lgan sohani tanlab olishim bo'lgan. Odamlar menga ishonmasa ham. Ikkinchi meni eng katta qilgan sarmoyam bu o'sha topgan pullarimni, o'zi unaqa ko'p pul topmaganman. Oyiga 1,5 million so'm o'sha paytda oylik olardim. 2018-yil o'sha Al-Fajr kompaniyasida ishlaganman va oyiga o'rtacha 1,5 million shunaqa daromad topardim. Lekin shunga qaramasdan har topgan pulimdan o'zim uyga yig'ardim, kopilkam bo'lardi, kartondan yasalgan. Pul yig'ib o'zimga birinchi iPhone sotib olganman, чтобы videolarim sifatli bo'lishi uchun. Keyin oradan ozgina vaqt o'tayotdi-da, o'zimga MacBook sotib olganman, чтобы qilayotgan ishlarim yana ham tezroq bo'lishi uchun. Chunki o'zimning kompyuterim bo'lmagan, ishxonadagi kompyuter qotardi, ishlay olmas edim. Ya'ni o'zimga investitsiya qilganman. Undan keyin kurslar sotib olishni boshlaganman. Chunki men unaqa SMM bo'yicha kuchli, qimmat kurslarda, tajribali ustozlarda o'qimagan bo'lganman. Onlayn har xil tekin kurslardan o'rganganman. Keyin уже mana pul topgandan keyin topgan pulim faqat va faqat o'zimga investitsiya qilganman. Umuman o'zimni o'yin kulgim, kiyinaman, mashina olaman, unaqa narsalarga boshida qiziqmaganman. O'zimga investitsiya qildim va oradan mana keyin 2 yil o'tdi, karantin boshlanyapti. Karantin boshlangan paytda bitta SMM davra kirib keldi. Ya'ni hamma ijtimoiy tarmoqlarga o'tib ketdi. Bizneslar ham, shaxsiy brendlar yuritilish boshladi, blogerlar chiqish boshladi. Hammaga SMMchilar kerak bo'lib qoldi. Ana o'sha paytda men shuncha o'rgangan narsalarni bekorga ketmaganini tushunib yetdim va mana shu o'zimga qilgan investitsiyalarim, sotib olgan telefonlarim, kompyuterlarim, kurslarim, bilimlarim hammasi menga yordam berdi. Va o'sha paytda mana daromadni mana sizlarga ochishasiga edaman 5 ming dollar tepasiga chiqqan edi karantin paytida. Va o'zimning eng birinchi mashinam Nexus 3 mashinasini ham aynan shu karantin paytida sotib olganman. Mokra asfalt Nexus bo'lgan. Ya'ni o'zini mana ko'rasizlar, natijasini bergan. Shuncha qilgan meni sarmoyalarim o'sha karantin paytida, ya'ni mana shu sohani tanlaganimdan keyin, qaror qilganimdan keyin oradan mana 2 yil o'tib, уже men birinchi natijasini olganman. Ya'ni bu narsa meni ikkinchi qarorim bo'lgan. O'zimga o'zim investitsiya kiritish. Ko'pchilik nima qiladi? Men bitta kitob o'qiganman, Muvaffaqiyatli insonlarning 7 ta odati degan zo'r kitob bor, bestseller dunyo bo'yicha. O'sha kitobda birinchi odat nima ekan bilasizmi? Resurs va source degan narsa bor, ingliz tilidan olingan. Ya'ni istochnik bor, ya'ni o'sha oylik daromad diqqatdan kelishi.
va o'sha oylikni o'zi bor. Odamlar nima qiladi? Ya'ni hamma oylikka, daromadga, o'sha pulini olishga intiladi. Lekin u pul qayerdan keladi? O'sha pulni keltirib chiqazadigan istochnik ustida ishlamaydi. Ya'ni misol uchun mana tasavvur qiling, men o'sha paytlar o'zimga hech nima sota olmaganimda, ya'ni men bu sarmoya kiritmaganimda, kurslarga bormaganimda, texnikalar o'zimga mikrofon, telefon, misol kompyuter shu narsalarni olmaganimda, faqat oylik olib, kiyinib, kayf safoga berilib, misol qizlar bilan yurib, shunaqa sarflaganimda, men prosta resurs sotayotgan bo'laman. Lekin men u pul keltiradigan narsaga, ya'ni mevali daraxtni mevasini yegan bo'lib qolaman. Unga suv quymayotgan bo'laman. Men o'sha suv quyganimdan keyin, ya'ni o'sha menga katta natija bo'lishni boshlagan. Bu meni ikkinchi qarorim bo'lgan. Uchinchi qarorim bo'lsa, bu hech nimadan qo'rqmaslik bo'lgan. Chunki meni hayotimda doim har xil risklar bo'lgan. Bu narsa hammaning hayotida bo'ladi. Ne to'g'ri meni hayotimda insonning o'zi hayoti risk. Misol uchun hech kim kelajakda o'ylamaydi, men bunaqa inson bo'laman, men bunaqa bo'lib ketaman deb oldindan ko'ra bilmaydi bu narsani, to'g'rimi? Bu taqdir. Ya'ni nimadir boshlayotganda, yangi soha o'rganayotganda, o'ziga qanaqadir investitsiya qilayotganda insonlar doim qo'rqadi. Menda mana shu qo'rquv doim bo'lmagan. O'zimga ishonganman, o'zimni xohishim qanchalik kuchliligiga, men bu intuitsiya bo'lganda, mana shu narsaga ishonganman. Misol, birinchi loyiham o'sha Al-Fajr loyihasini ham qo'rqmasdan hech qanaqa bilimsiz olganman. Target yoqishni bilmaganman, yaxshi videolarga olishni bilmaganman. Lekin shunga qaramasdan o'sha loyihani olganman va ishga kirganman. Va natijada o'sha proyekt davomida, ishlash davomida bu narsalarni sekin-sekin shu o'rganib ketganman. Orada keyin yaxshigina kompaniyaga SM mutaxassis bo'lib ishga kirganman. Ya'ni O'zbekistondagi muvaffaqiyatli tadbirkor insonni qo'lida, ya'ni kompaniyalarida birgalikda SM mutaxassis bo'lib ishlaganman. Yaxshi daromad topardim. Menga yaxshi avtoritet bo'lgan, yaxshi joy bo'lgan. Lekin o'sha joyga tashlab chiqib ketishga majbur bo'lganman. Chunki hayotimda yangi etapga qadam bosishim kerak bo'lgan. Ya'ni SMda yaxshi daromad topyapman, to'g'ri, misol 5 ming, 10 ming daromad topyapman misolda, lekin men undan tepasiga chiqishni xohlaganman. Ya'ni o'sha men yangi orzular qo'yishni boshladim. Sayohatlar qilishim kerak, 100 ming, 200 ming dollarlik mashinalar olishni niyat qilganman. Ota-onamni umraga, hajga yuborish, ularga mashina olib berish, bu narsalarni qilish uchun men topayotgan 4-5 ming dollar pulim yetmas edi. Va o'sha sababdan o'sha endi o'zimning biznesimni qilishga, o'zimning shaxsiy brendimni qilish uchun yaxshigina daromad topayotgan joyimdan chiqib ketganman ishonch bilan. Ya'ni bu yoqda nima demoqchiman? Mana 3-chi eng katta qarorim bu risk qilish. Ya'ni men doim tavakkal qilishda o'zimga ishonganman, Allohga ishonganman. Ya'ni qo'rqmasdan Allohga tavakkal deb turib biror narsani qaror qilardim, ya'ni tavakkal qilardim. Meni 3-chi qarorim aynan shu bo'lgan. O'sha kompaniyadan chiqib ketib, yaxshi daromadimni tashlab ketganimdan keyin deyarli 2 oy hech qanaqa menda kirim bo'lmagan, ya'ni daromad topmaganman. Lekin shunga qaramasdan oradan mana 3-4 oy o'tib, o'zimning kompaniyamga asos solganman. Ya'ni hozirgi paytdagi Core Digital reklama agentligi, ya'ni SM agentligimga asos solganman. Va oradan mana 2-3 yil o'tib, o'sha kompaniya O'zbekistondagi eng katta SM agentliklaridan biriga aylandi. Va mana hozirgi paytga kelib, biz bir vaqt o'zida 20 ta 30 talab loyihalarni boshqarib kelamiz. Va mana hozirgi kungacha 200 ta 300 ta xalqaro va o'zimizning mahalliy bizneslarni, brendlarni, shaxsiy brend yuritadigan ekspertlarni Instagramlarda, ijtimoiy tarmoqlarda rivojlantirib tanitib kelyapmiz. Ya'ni o'rtoqlar, bugungi videodan sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan narsam, o'zingizlarga sarmoya kiritishdan hech qachon qo'rqmanglar. Kimdir sizlarga ishonmasligi mumkin, sen uddala olmaysan, sen eplay olmaysan, qo'lingdan kelmaydi, qo'y bu ishni qilma, normalniy ish qil deyishi mumkin. Hech kim sizni o'zingizchalik yaxshi tushunmaydi. O'zingizchalik sizni xohishlaringizni tushuna olmaydi. O'shaning uchun o'zingiz ishoning. O'zingizga tayanib, o'zingiz bilimlaringizga, intuitsiyangizga tayangan holatda ichki qalbingizga quloq soling. O'sha narsaga tayangan holatda qaror qiling. Va o'rtoqlar, bugun mana o'zingiz uchun 3 ta qaroringizni yozib chiqing. Qanaqa qarorlar qilishingiz mumkin hayotingizni o'zgartirishingiz uchun. Va ushbu qarorlaringizni kommentariyada yozib qoldiring, men o'zim uchun o'qiyman va qisqacha o'z tajribamdan kelib chiqib sizlarga baho berishim mumkin. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Oldinda hali sizlarga yana ham foydaliroq, kerakliroq bo'ladigan xudo xolasi videolar kutyapti. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.